Suv havzalari tashqaridan sokin, musaffo, xotirjam ko'rinadi. Ayniqsa yozda orom baxshdek insonni o'ziga tortadi. Biroq suvga sho'ng'ishdan avval xavfsizlik qoidalarini bilish muhimligini ko'pchiligimiz unutib qo'yamiz. Bu jilvalanayotgan suv ostida qanday girdob bor, keskin jismlar, qayerda chuqurlik yashiringan. Uni faqat kech bo'lganda anglab yetamiz. O'z bolamizga e'tiborsizlik qilib, uni nazoratsiz qoldirishimizning keyingi pushaymonlik so'zlari bu unsiz oqayotgan ko'z yoshlar. Bolalar cho'milishga ketayotganda xavf haqida o'ylamaydi, ammo kattalar o'ylashi kerak. U qayerga cho'milishga ketyapti? Ammo ko'pchilik ota-onalar yoz mavsumida bolalarni qarovsiz qoldirgani tufayli suv bolani, u bilan birga barcha orzularni yutib yubormoqda. Xususan, Nishon tumanida yashovchi fuqaro bir lahzada farzandidan ayrildi. 16 yoshli bola tush paytida do'stlari bilan cho'milish maqsadida kanal bo'yiga ketgan va qaytib kelmagan. Bizga o'z dardini ulashgan mana bu ota-ona ham boshqalar qatori farzandini yaxshi niyatlar bilan katta qilgan edi. Ammo kamolini ko'raman deganda birgina e'tiborsizlik tufayli uni bir umrga yo'qotdi. Cho'milish oqibatida cho'kib ketdi, olamdan o'tdi. Bu holatni men hech kimga ravo ko'rmayman. Endi u farzandim yo'q. Afsuski, har mavsumda mana shu manzara takrorlanadi. Favqulodda vaziyatlar xodimlari taqiqlangan hududlarda cho'milishning oldini olish uchun barcha himoya choralarini ko'radi, aholiga tushuntiradi, ogohlantiradi. Ammo bu yozning talofatlarsiz o'tishiga yetarli bo'lmayapti. Orzusi juda katta edi. Bo'yi basti 1.92 metr atrofida edi. Endi 8-sinf bitirgan edi. U harbiy bo'lmoqchi edi. 8-9 bitir harbiy uchirishga dastlabki ketmoqchi edi. Lekin u armon bo'lib qoldi. Hurmatli ota-onalar, cho'milish faqat ruxsat etilgan hududlarda bo'lishi kerakligini farzandingizga uqtirishingiz kerak. Xavf qachon kelishi, kimga shikast yetkazishini hech kim bilmaydi. Biroq u cho'milish ruxsat etilmagan joylarda mavjudligi barchaga ayon. Hurmatli ota-onalar, unutmang, bola uchun birinchi javobgar ota-onadir. Bolalaringizni taqiqlangan joylarga cho'milishga yo'l qo'ymang. Yosh bolalarni suvda nazoratsiz qoldirmang. Yoz quvonchlar fasli bo'lsin, armonlar fasli emas.